Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yashilmasgan kanal obunachilari, aziz yurtdoshlar, aziz dehqonlar, aziz obunachilar. Xudo xolasa mana bugun 26-mart, inshaalloh Namangan viloyati Namangan shahriga Xudo xolasa amerikanskiy albion sortini inshaalloh chiqarib beramiz. Ko'rayotganinglarda 72 talik kasetada uje hammasi gulga o'tib ketgan. Bular inshaalloh ona ko'chatga ekishyapti. Hosiliga ham bemalol eksa bo'ladi. Mana tasini olib ko'rsatadigan bo'lsak, ko'chatimiz ideal darajada. Ko'rayotganinglarda 72 talik kasetada tagiga agrovolokno yozib qo'yganmiz. Mana ildizlari o'tib ketmasligi uchun. Ko'rib turganinglarda bu amerikanskiy albion sorti original. Xudo xolasa 12 oy hosil beradi bu. Misol uchun ko'rgan ekkalla bo'lsa biladi. Xudo xolasa 40 mingta zakazimiz chiqib ketyapti. Holatlarini ko'rsatdim. 72 talik hamma sartarubkadan chiqqan. Bugun xudo xolasa chiqib ketyapti. Holatlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir orttirish jarayonlarini ham xudo xolasa ko'rayotganinglarda hammasi mana uje tugib qo'ygan. Bular ekishdan hammasi olib tashalanadi. Chunki uje bular kuchini yeb yotadi mana. Ko'rayotganinglarda changlamay qolgan mana hammasi gulda mana. Ko'rayotganinglarda mana. Mana shunaqa holatda. Xo'p, bu ochuv maydoni borli, bu amerikanskiy albion sorti 12 oy hosil beradi. 25 gradusdan baland bo'lsa beraveradi. Salqinlik qilish sistemasini qilib qo'yiladi. Issiqxonaga ham, parniga, ochuv yeriga ham bemalol qilsa bo'ladi. Yangi boshlayotganlarga tavsiya qilaman. Ochuv joyi bor, katta albion bo'lsa, uje hozir ekishga kech. Hozir ham eksa bo'ladi. Ko'chatimiz qolmadi uje. Bu oxirgi zakazlarni chiqarib beramiz inshaalloh. Ko'rib turganinglardek, xudo xolasa oxirgi zakazlarni chiqarib beramiz. Hozir bundan buyog'iga videolarni joylashni boshladik. Inshaalloh dehqonlarimizning natijasini, bu Namangan shahriga ekilayotgan bu albionlarning hammasini to'lig'icha hammasini video qilib joylab boramiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Like bilan podpisatsiya bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa mana korobkaga joylanish holati ham mana o'zi chiqib ketyapti. Bitta banan korobkamizga 3 tadan kaseta ketyapti. Xudo xolasa mana joylanish holatlari shunga ketyapti. Yopib ko'rsataverasiz. Bo'ldi, yopiladi, uje chiqib ketdi bu xudo xolasa. Ayol. Mana shunaqa holatda inshaalloh chiqarib beramiz. Ko'rib turganlaringiz mana bo'sh korobkalar. Banan korobkaga ham 3 tadan ketadi. Siqvorsa yana bitta 4 tadan ketadi, 3 ta poложено. Bunaqasiga ham qo'shib bo'ladi. Mana shunaqa holatda. Kuzatishda davom etinglar.